Assalomu alaykum, hurmatli YouTube rahli. Assalomu alaykum, hurmatli Begimiz Dino Chuyanchi kanalining obunachilari. Mana bugun 26-yil 11-mart sanasi qulupnolarimizni o'tgan yili ekkandik. 1-noyabrda hali oziqa berganimiz yo'q holati. Mana shu holatga kelibdi. Endi Xudo xohlasa mana oziqa berishni boshlaymiz. Kecha qanday kunlar sog' edi. Xo'p, yaxshi agrotexnikalarga e'tiborli qilib qaragandik. Xo'sh, mana holati juda yaxshi qaynagan barglarning tozaligi. Ana endi oziqa bersak bo'ladi. Bu yil kech kirib kelyapti. Bahor ham kunlar ko'proq sovuq bo'lib, kecha qor aralash yomg'ir yog'di. Mana bugun yaxshi. Xudo xohlasa endi bunga birinchi oziqasini berib boshlaymiz. Kalsiy nitrat bor bilan barglarni profilaktik tripes va o'rgamchakkanaga qarshi dorisini sepsak bo'ladi endi. Bu navi bu yil yangilik qildik. Italiyani Florence degan navni keltirgandik. Yaxshi ekan, bizga tushdi. Mana shu navni ekdik, ko'paytirdik o'zimizga. Mana bu o'zimiz uchun ko'chat qilish uchun Italiyani Alba sort. Maydonni kengaytirdik. 2 sotikdan boshlagandik. O'tgan yili 4 sotik, bu yil mana 8 sotikka ekdik. Holatlari hozircha juda yaxshi. Faqat biz kech ekdik. Yerlarimiz tayyor emasligi uchun ayrim sabablar bilan holati yaxshi. Qaynashlari ham yaxshi. Mana qaynab kelyapti. Biz qaynatishga ulgura olmagandik o'tgan yili. Lekin qaynagan. Imkoni boricha yaxshi. Xo'sh, qulupna ekkandan beri biz video roliklar kamaytirgandik, chunki o'zimizda ham tajribamiz yo'q edi. Mana endi ancha tajribaga ega bo'ldik. Tajribalarimizni o'rtoqlashib boramiz. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Kelasi videoda ko'rishgungacha deb qolamiz.